Assalomu alaykum azizlar. Toshkent telekanalini kuzatayotgan qadrdonlar, barchaga xayrli kech tilab, ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum, ko'rsatuvimizning doimiy muxlislari. Efirda siz nima deysiz dasturi. Demak, bugungi mavzuyimizni e'lon qilamiz. O'zbekiston IT hamjamiyati mamlakat axborot sohasi kelajagi uchun qanday samara bermoqda? Zamonaviy dunyo axborot texnologiyalari hayotning barcha sohalarida asosiy rol o'ynaydi. Ular iqtisodiyot, ta'lim, tibbiyot, madaniyat va odamlarning kundalik hayotiga singib ketgan. Xuddi shunday va darhaqiqat mamlakat uchun axborot texnologiyalari nafaqat iqtisodiyotni modernizatsiya qilish vositasi, balki har bir insonning hayot sifatini yaxshilash vositasi sifatida ham muhimdir. Bugungi dasturimizga IT sohasida faoliyat olib borayotgan mutaxassislarni taklif etganmiz. So'zni Laylo opadan boshlaymiz. Marhamat. Demak, sizga taqdim etadigan ilk savolimiz O'zbekistonda IT hamjamiyat qanday rivojlanmoqda va uning jamiyat uchun ahamiyati nimada? Marhamat. Assalomu alaykum. Avvalambor shunday dolzarb mavzuni ko'tarib, bizni taklif qilganingiz uchun rahmat. Shu o'rinda aytib o'tishim kerakki, bugun qanday ahamiyatga ega IT hamjamiyatini aytish mumkin. O'zbekiston rivojidagi juda ham muhim omillardan biri bo'lib turibdi. Bu iqtisodiyot deysizmi, jamiyat deysizmi, istalgan jabhada aytaylik, sog'liqni saqlash, qurilish, pedagogik hamma sohalarda bugun ITni rivojini, ahamiyatini beqiyos deb aytsak bo'ladi. Men hozir bir raqam keltirmoqchiman. Biz yaqinda bir so'rovnoma o'tkazdik. ITni o'sha raqamlashtirishni sizni hayotingizda roli qanchalik degan aholi o'rtasida so'rovnoma o'tkazganimizda 97% aholi bu sohani hayotidagi ahamiyatini juda ham yuqori baholagan. Bundan ko'rinib turibdiki, demak, bugun IT hamjamiyat deganda faqat IT kompaniyalar yoki bo'lmasam dasturchilik bilan shug'ullanayotgan mutaxassislar emas, balki jamiyatimizni har bir aholisini bevosita shu IT hamjamiyati ishtirokchisi deb ayta olamiz va bundan ko'rinib turibdiki, bu sohani ahamiyati umuman olganda butun respublika, butun jamiyat hayotida juda ahamiyatli. Juda ham yaxshi, rahmat. Umuman olganda Laylo opa, to'g'ri aytasiz, jamiyatning muhim hissasi ma'rifat va raqamli savodxonlikni ommalashtirishdir. Shuni ham aytib o'tish kerak, hozirda yurtimizda dasturlash bo'yicha bepul kurslar, kiberxavfsizlik bo'yicha mahorat darslari va tadbirkorlar uchun biznesda IT vositalaridan foydalanishni o'rgatadigan seminarlar o'tkazilmoqda. Xuddi shunday IT hamjamiyat davlat bilan qanday hamkorlik qilmoqda va uning natijalari qanday bo'lyapti degan savolga marhamat, Nodiraxon javob berishingiz mumkin. ITni roli raqamlashtirish bo'yicha o'sgani sari davlatimizning O'zbekiston 2030 strategiyasiga ko'ra mana shu raqamlashtirishda qatnashadigan kadrlarni oshirish bo'yicha o'z ishlarini boshladi va mana shu kadrlarni kim yetishtirib beradi degan savolga kelganda esa School 21 raqamli texnologiyalar maktabi, raqamli texnologiyalar vazirligi hamda oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi bilan hamkorlikda 18 yoshdan boshlab barchani bepul IT sohasida o'zlarini sinab ko'rishlari uchun bo'lgan 3 yilgacha ta'limni to'liq platformada taqdim etadi. Ushbu platformada tenga-teng, ya'ni ustozlarsiz platformada o'zlari o'rgangan holda 24 soat faoliyat olib boradigan Samarqand va Toshkent shaharlaridagi kampuslarda borib o'rganishlari mumkin. Mana hozir kiberxavfsizlik yo'nalishini tilga oldingiz. Maktabda DevOps, endi raqamlashtirish bo'yicha yo'nalishlar bo'lganimizda yo'nalishlar juda ham ko'p. Ulardan biri kiberxavfsizlik, web dasturlash, mobil dasturlash, o'yin dasturlash va bir qator boshqa sohalarni ham o'z ichiga oladi. Juda ham yaxshi, rahmat ma'lumotlar uchun. Barchamizga ma'lumki, O'zbekiston geografik jihatdan joylashuvi dengizga chiqish imkoniyatiga ega bo'lmagan mamlakat hisoblanadi va buning oqibatida logistika xarajatlarining yuqoriligi mahsulotlarni eksport qilishini yanada qiyinlashtiradi. Shuni inobatga olgan holda bugun mutaxassislar qanday choralar ko'rishmoqda? Sultonmurod, marhamat. IT Park O'zbekistonga keladigan bo'lsak, bizani 6 ta mamlakatda hozir filiallarimiz bor va IT Park strategiyasi qanaqa? Biz chet eldan
Shimoliy Amerikadan, Yevropa ittifoqidan va barcha boshqa mamlakatlardan eksportga yo'naltirilgan kompaniyalarni jalb qilmoqdamiz. Bulardan bu biznes jarayoni outsourcingi, BPO deyiladi, business process outsourcing, hamda IT outsourcing, ya'ni dasturlash outsourcingi. Shu kompaniyalarni O'zbekiston bilan tanishtirib, chet elda bo'ladimi, O'zbekistonda bo'ladimi, O'zbekistondagi tadbirlarda ishtirok ettirib ularga yoki chet elda Uzbekistan Outsourcing Conference degan tadbirlarni o'tkazib, qiziqishi bo'lgan kompaniyalarni O'zbekistonga olib kelib tanishtiramiz va natijada o'sha kompaniyalar ofislarini ochib, 10 ta bo'ladimi, 100 ta bo'ladimi, 1000 talab bo'ladimi, odamlarni ishga olishadi. Va o'shanda dasturchilar O'zbekistonda o'tirib, O'zbekistonda ishlab, bemalol xizmatlarni chet elga eksport qila oladi. Rahmat. Umuman olganda, IT Park O'zbekiston qanday rol o'ynamoqda va uning natijalari nimalarda namoyon bo'lyapti? Akmalxon aka, marhamat. Assalomu alaykum. Darhaqiqat o'sha nolni aytib o'tdingiz, O'zbekistonda o'sha geografik dengizga chiqish imkoniyati cheklanganligi munosabati bilan logistikada o'sha muammolar uchrab turadi, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri tovarlarni yetkazib berishga qiynaladi. Shu sababli eksportni rivojlantirishda o'sha IT xizmatlariga urg'u qaratilgan. Sababi o'sha IT xizmatlari to'g'ridan-to'g'ri masofaviy xizmat ko'rsatgan orqali o'sha logistikani keragi bo'lmasdan xizmatlarni ko'rsatadi va bu orqali eksport tushumlarini, ya'ni valyuta tushumlarini ta'minlaydi. Bu narsaga o'sha 2017-yildan boshlab davlatimiz rahbari tomonidan e'tibor qaratilganligi munosabati bilan IT Parkka, o'sha IT Park rezidentlariga 2028-yilgacha soliq imtiyozlari taqdim qilindi. Bu berilgan imtiyozlar natijasida mana o'tgan yil yakunlari bo'yicha agar qaraydigan bo'lsak, 2024-yil yakuni bilan 2600 dan ortiq rezidentlar tashkil topib ro'yxatdan o'tgan bo'lib, ularda xizmat ko'rsatadigan xodimlar soni esa 40 mingga yaqinlashgan. Bu degani o'sha 2017-yilda o'sha IT sohasida band bo'lgan IT Park rezidentlarida band bo'lgan xodimlar soni 15 barobarga oshganligini ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari mana O'zbekiston 2030 dasturi doirasida o'sha eksportni 5 milliardga yetkazish, 5 milliard dollarga yetkazish rejalashtirilgan. Bu o'sha IT Parkni bunda o'sha yuqori o'rin tutishi, ya'ni bugungi kunda oladigan bo'lsak, eksport ulushi oshib borayotgan sohalardan biri bu o'sha AKT xizmati sohalari bo'ladi va o'sha IT sohasida band bo'lganlar sonini 100 mingga yetkazish, IT Parkda band bo'lganlar soni 100 mingga yetkazish rejalashtirilgan. Respublika bo'ylab IT xizmatlarini ko'rsatadigan hamda IT Park rezidenti sifatida ro'yxatdan o'tib faoliyat yuritayotgan IT kompaniyalar soni 2024-yil yakuniga kelib, Akmalxon aka aytib o'tganlaridek 2600 taga yetkazildi. Shuningdek, akseleratsiya dasturlarining 3 ta to'lqini o'tkazilib, ularda 57 ta istiqbolli startap loyihasi ishtirok etdi. Yaqinda Jahon banki bilan hamkorlikda himoyaga muhtoj qatlamlar, jumladan ayollar va imkoniyati cheklangan shaxslarni raqamli ko'nikmalarga o'rgatishga qaratilgan dastur amalga oshirildi. Mana shu haqda ham ma'lumot berib o'tsangiz, Islom, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Bugun davlatimizda IT sohasida va unda aynan yoshlar va ayollarning o'rni beqiyos hisoblanadi. Nima gap? Chunki ular jamiyatimizning asosiy qatlami hisoblanadi. Bunda mana yaqinda shu yil 30-iyun kuni hurmatli prezidentimizning yoshlar bilan uchrashuvida prezidentimiz raqamli avlod qizlari degan tanlovni o'sha boshlanganligini va bu tanlov ta'lim, fan, sun'iy intellekt sohalarida aynan qizlarimizga o'qitish, o'sha soha bo'yicha mutaxassis bo'lib chiqish imkoniyatini taqdim etyapti va bu bilan maktablarda bitirgan 5000 va universitetlarda 120 ta startaplarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha o'sha startaplarni moliyalashtirish, ularni hayotga tatbiq etish bo'yicha prezident topshiriqlari bo'ldi va shu orqali endi raqamli avlod qizlari doirasida shu yilning o'zida 100 ming nafar qizlarni shu dasturga qamrab olish reja qilingan.
Juda ham yaxshi. Rahmat ma'lumotlar uchun. Yana bir narsa qo'shimcha qilib o'tmoqchi edim. O'sha aynan qizlar, ayollar va nogironligi bor shaxslarni ITga jalb qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlardan aytaylik, o'zimizning uyushmamiz tomonidan ham yaqinda Shveysariya taraqqiyot va hamkorlik agentligi bilan hamkorlikda bir loyiha yo'lga qo'yildi. Bu O'zbekiston raqamli savodxonligini aniqlab turib, undan keyin o'sha darajasiga qarab manzilli yordam ko'rsatish hududlarda, chekka hududlardagi ayollarga, yoshlarga va nogironligi bor shaxslarga ITni o'rgatish orqali ularni band qilish va nima deydi, o'zini evlash, daromad oilasiga va jamiyatimizga foyda olib kelishiga qaratilgan. O'sha hozir boya aytib o'tgan tadqiqotdagi raqam ham aynan shuni doirasida edi. Hozir birinchi o'sha bosqichida tadqiqot o'tkazildi va aniqlangan bo'shliqlarga qarab endilikda ularni chekka hududlardagi yoshlarni, ayollarni va nogironligi bor shaxslarni o'qitish ko'zda tutilgan va boshqa ko'plab loyihalar ham bugun davlatimiz tomonidan amalga oshirilayotganini aytib o'tish foydadan xoli bo'ladi. Albatta, Rahmat albatta. aytamiz. Aziz yurtdoshlar, siz nima deysiz? Ko'rsatuvimiz o'z yo'nalishida davom etadi. Tobora ko'proq davlat xizmatlari onlaynga o'tmoqda. Muvaffaqiyatli startaplar paydo bo'lmoqda. IT xizmatlari eksporti o'smoqda va raqamli tadbirkorlik rivojlanmoqda. Bu yutuqlar tanlangan yo'lning to'g'riligini, texnologiyalar, iqtisodiyot va ijtimoiy sohaning tayanchlaridan biriga aylanishi mumkinligini isbotlamoqda. Xuddi shunday. Umuman olganda bir paytlar internetdan qaysidir faylni yuklab olish uchun soatlab kutishga to'g'ri kelardi. Bugun esa soniyalar ichida gigabaytlab ma'lumotlarga ega bo'lish imkoniyati mavjud. Savolim aynan o'sha internet infratuzilmasida qanday yutuqlar qo'lga kiritilyapti bugungi kunda? Marhamat, Rahmatjon. Avvalambor assalomu alaykum. Internet borasida O'zbekiston Respublikasida hozir hududimizning 96% butunlay internet bilan qoplangan. Davlat rahbarimizning farmoyishlari bilan, tashabbuslari bilan hozir har bitta chekka hududning poliklinikasi bo'ladimi, maktablari bo'ladimi yoki maktabgacha ta'lim bo'ladimi, har bitta xonalarda Wi-Fi tarmoqlari olib kirilgan. Va barchamizga ma'lum, undan bir 10 yil oldin biz 1 gigabaytli o'zayotganda faylni tortib olish uchun ma'lum bir soatlab sarflardik. Hozir esa minutlar sifatida olamiz va bu O'zbekistonning aynan internet sohasidagi va IT sohasining rivojlanishi uchun ham bizda dastlab o'sha internet tarmoqlari yaxshi bo'lishi kerakligini tushungan holatda bu narsani juda yuqori darajaga chiqyapti. Rahmat ma'lumotlar uchun. Bu borada O'zbekiston dunyo reytingida 236 davlat orasida 22-o'rinda turibdi. Elektron hukumat rivojida qanday natijalarga erishildi degan savol bilan yana bir karra Nodiraxon, sizga yuzlanamiz. Yagona interaktiv portal xizmatidan foydalanish shu o'rinda aytib o'tish joizki, 2024-yilgi statistikaga ko'ra 32 milliondan oshdi. Ya'ni aholimiz internetga ulanish imkoniyati oshirilgani sari mana shu raqamlashtirilgan platformalarda o'zimizni aholi bo'yicha kerakli hujjatlarni bir portaldan olish juda ham kengaydi va 2024-yilgi statistikaga e'tibor qaratadigan bo'lsak, yagona interaktiv portaldan hujjatlar yuklab olish 32 millionga yetdi. Va bu bilan biz aytib o'tish joizki 160 tonnaga yaqin qog'ozni ham tejadik va undan tashqari inson resursi, vaqtni ham tejamkorligiga erishdik. Oddiy bir misol keltiradigan bo'lsak, yaqinda maktab bitiruvchilari oliy ta'lim muassasalariga hujjat topshirishdi. Xo'sh, oldin bu jarayon qanday amalga oshirilardi? Hujjatlarni to'plab Toshkent yoki bo'lmasam oliy ta'lim muassasalari qaysi hududda joylashgan bo'lsa, o'sha manzilga yo'l olardik, kamida 1-2 kun vaqtimiz ketardi. Albatta, shunga yarasha xarajat ham, to'g'rimi? Hozircha uydan chiqmasdan turib bu ishni amalga oshirish imkoniyati mavjud. Xuddi shunday Bobur va talabalar ham ishtirok etyaptilar. Asalxon, bu fikrga sizning munosabatingiz? Bugungi kunda o'sha hujjatlarni elektron variantda, ya'ni
amalga oshirish yo'lga qo'yilgan va bunga katta urg'u berilgan. Bugungi kunga kelib hamma hujjatlarni elektron variantda topshirish yo'lga qo'yilgan. Misol uchun oladigan bo'lsak, o'qishni boshqa oliy ta'lim muassasasidan boshqa oliy ta'lim muassasasiga ko'chirish yo'llarida ham bu juda katta yordam beradi va imtihonlarga, ya'ni DTM testlarga registratsiya, ro'yxatdan o'tish va imtihon topshirish mas'uliyati cheklangan, ya'ni uyda ta'lim olayotgan o'quvchilar uchun ham bu ayni muddao bo'ladi, ya'ni onlayn tarzda imtihonlarni uyda o'tirib, ya'ni masofaviy ta'lim olish tizimidan ham foydalanishlari mumkin va bundan tashqari MyGov ilovasi orqali insonlar har bir hujjatni elektron tarzda o'zlariga yuklab olish va ularni davlat xizmatlari markazlarida bemalol foydalanib olishlari mumkin. Albatta, Islomjon, marhamat, qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa, fikrlar. Bu jarayon avvalo elektron hukumat tizimini joriy etilishi bilan bog'liq bo'ladi hammasi. O'sha mygov.uz yoki umuman oliy ta'lim tizimida XEMS tizimining kirib kelishi yoki undan tashqari o'sha hujjat topshirishda mandat dtm.uz yoki umuman diplom, bugungi kunda hatto diplomni ham elektron tarzda olyapmiz. Bu narsa haqiqatda umuman muammo yoki ortiqcha sarsongarchilik, ovoragarchilik inson omilining o'rtada olib tashlanishi bilan bog'liq bo'ladi. Yuqorida aytib o'tgan hammasi elektron hukumat bilan. Biz o'zimizni O'zbekiston 2030 taraqqiyot strategiyamizda ham maqsad belgilaganmiz. 2030-yilgacha 100% davlat xizmatlarini raqamlashtirish tizimiga o'tish, ya'ni raqamlashtirish bu degani inson omilini kamaytirish va o'sha ortiqcha byurokratiya, korrupsiya va shu kabi barcha salbiy illatlarni olib tashlash oldinda eng asosiy maqsad sifatida belgilangan. Va mana shu jarayonda ushbu sohani yana ham rivojlantirish borasida albatta tabiiyki muammolar bor, to'g'rimi? Sizlarda qanday takliflaringiz bor mana shu muammolarni hal qilish uchun? Marhamat, yoshlarimiz. Birinchi navbatda bizga yangi texnologiyalar kirib kelganligi sababli shu sohada davlat lavozimlarida ishlayotgan amaldorlarni albatta boxabar qilish kerak. Ya'ni ular birinchi navbatda shu platformalarni o'rgansa, oson ish koeffitsiyenti yuqori bo'ladi va aholiga xizmat ko'rsatish samaradorligi ham oshadi. Birinchi navbatda shu yechim. Aynan ijtimoiy tarmoqlar yoki bo'lmasam IT yo'nalishida gap ketganda bevosita bu suhbat internet aloqasiga chambarchas bog'lanadi. Ko'pchilik bu internet tezligi, mana hozir yuqorida mehmonlarimiz ham aytib o'tishdi, reytingi ko'tarilgani, tezligi oshgani haqida. Lekin haqiqatga tikib boqish kerak. Chekka hududlarda internet tezligi hali ham pastligicha qolmoqda. Bunga qanday yechimlar qilinyapti? Qanday rejalar oldinda amalga oshirish niyat qilingan? Marhamat, Layloxon. Har bir mutaxassisimiz o'z faoliyatidan kelib chiqib qilinajak rejalar haqida ham gapirib berish imkoniyatiga ega. Marhamat. Avvalambor chekka hududlarda internet yaxshi emas degan fikrga to'g'risi uncha qo'shilmayman. Chunki o'zim ham chekka hududlarda maktablarga borganimda ham internet tezligini o'sha xalq ta'lim sohasida ishlaganimda ko'rganman, internet tezligini balandligini. Ish bo'lgan joyda kamchilik bo'ladi. Chekka hududlarimizda ma'lum darajada internet tarmog'i susash holatlari mavjud. Aynan men o'zim So'x tumanidan kelganman. Aynan ma'lum bir chekka hududlarda ba'zi joylarda ishlamay qolishi mumkin. Va o'sha chekka hududlarda buni bartaraf etish uchun o'sha holatlarda o'rgangan holatda o'shalarga ham bizning O'zbekiston antena tarmoqlarini kerak bo'lsa yuqoriroq nuqtalariga o'rnatish kerak va u chekka hududlarda ham biz IT sohalarda rivojlantirish uchun IT markazlarini ochishimiz kerak va ularni shu internet tarmoqlari bilan to'liq ta'minlaganimizda menimcha shu chekka hududlarda ham butunlay bu muammolar bartaraf etiladi. Rahmat fikrlar uchun va berilgan ma'lumotlar uchun. Umuman olganda O'zbekiston IT hamjamiyati mamlakat axborot sohasi kelajagi uchun qanday rejalarni tuzyapti va amalga oshirilishi kerak bo'lgan ishlar haqida ham ma'lumot bersangiz maqsadga muvofiq bo'lar edi. Marhamat, kelajakdagi rejalar aynan mana shu sohada. Marhamat. O'zbekistonda nafaqat ta'lim yo'nalishida, balki tibbiyot, san'at va madaniyat yo'nalishida ham bu IT sohasi rivojlanib kelmoqda va kelajakda
tibbiyot sohasida va san'at va ta'lim sohalarida ham o'sha IT savodxonligini oshirish maqsadida bepul darslar va seminarlar mutaxassislar tomonidan o'tilyapti va kelajakda o'sha yoshlar tomonidan ITni rivojlantirish miqdorini O'zbekistonda yana ham oshirish va dunyoga tanitish. Ya'ni IT o'zi 2024-yilda sun'iy intellekt konsepsiyasi qabul qilingan va yoshlarimiz uchun sun'iy intellekt markazlari tashkil etilmoqda va IT yo'nalishi bo'yicha prezidentimiz tomonidan yoshlarga katta tashabbuslar ham berilgan va kelajakda IT savodxonligini oshirish va dunyoga tanitish, ya'ni o'z samaradorligini berish uchun ko'p chora-tadbirlar olib borilmoqda. Juda ham yaxshi. Rahmat ma'lumotlar uchun. Umuman olganda, bugungi mavzu bo'yicha biz ma'lumotlar olishga harakat qildik va o'zingiz mutaxassis sifatida tomoshabinlarimizga aytar ma'lumotlaringiz bor bo'lsa yoki bo'lmasa qandaydir maslahatlaringiz, tavsiyalaringiz bor bo'lsa, marhamat, kerakli ma'lumotlarni aytishim kerak deb hisoblasangiz, berish imkoniyatiga egasiz. Bu soha har bir sohaga kirib keldi. Albatta, shu qaysi soha egasi bo'lsa ham bu bilimni egallasa, albatta shu sohada o'zini yetuk mutaxassisi bo'ladi. Raqamli texnologiyalar haqida so'z borar ekan, nafaqat raqam texnologiyalarini o'rganish yoki dasturchi bo'lish haqida hozir fikr yuritishimiz kerak, balki bu sohada ingliz tilining o'rni haqida ham albatta aytib o'tishimiz juda ham zarur hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar bo'yicha mutaxassis bo'lmoqchi bo'lsak, hozir dolzarb mavzulardan biri bu til bilish darajasi. O'zim xalqaro va mahalliy hamjamiyatlar rahbari sifatida shuni aytmoqchimanki, agar loyihalar olib bormoqchi bo'lsak, ko'pincha holatlarda kandidatlarni ingliz tili bilish darajasi bo'yicha bizda muammolar kuzatiladi. Hamda raqamli texnologiyalar va sohalarni raqamlashtirish haqida fikr yuritayotganimizda, soha mutaxassislarini raqamli texnologiyalar bo'yicha ko'nikmalarni oshirishlari juda ham zarur hisoblanadi. Chunki kelajakda aynan soha mutaxassislari o'zlarini sohalari bo'yicha raqamlashtirishda o'z hissasini qo'shadigan eng muhim resurslar hisoblanadi. Yaxshi. Rahmatjon, marhamat. Har qanday bilimda doimo sayqallab turish kerak. Yana bugungi misol bizga o'xshagan yoshlar yoki ma'lum lavozimdagi rahbariyatlarimiz ham doimo IT sohasi bo'yicha ham bilimlarini sayqallab turishlari kerak, charxlab turishlari kerak, chunki bu hozir bilamiz, axborot asri doimo rivojlanish bo'ladi. Oldingi 10 yilda bo'layotgan ishlar 1 yilda bo'lib ketyapti. Shuning uchun ko'proq ilmlarni o'rganishimiz kerak va aynan IT sohasini biz yetuk cho'qqisida doimo davom etsak, biz o'sha Yevropadagi eng yuqori iqtisodiy yuqori bo'lgan davlatlar bilan chambarchas doimo bog'lanib holatda bo'lamiz va ular bilan baravar harakat qilishni boshlaymiz. Albatta. Rahmat. Marhamat Sultonmurod. Nodiraxonni aytib o'tganlariga qo'shilmoqchi edim. Rahmat katta. Yosh teletomoshabinlarga aytmoqchi bo'lgan narsam, nafaqat hozir ingliz tilini bilish, hamda boshqa xorijiy tillarni bilish ham juda talabga ega bo'lmoqda. Bizga juda ko'p xorijdan kompaniyalar keladi. Korxonalar kelganda nafaqat ingliz tilini, balki nemis tili, ispan tili, fransuz tili va aksariyati yapon tili yoki koreys tilini biladigan xodimlarni qidirishadi. Shunga maslahat ko'proq xorijiy tillarni o'rganish. Demak, bugungi kunda ingliz tilidan tashqari qo'shimcha boshqa tillarni ham o'zlashtirish, demak, davr taqozosi demoqchilar. Rahmat. Shu o'rinda azizlar, bizga ajratilgan vaqt o'z poyoniga yetib bormoqda. Studiyamizdagi barcha mehmonlarimizga mavzu borasida bildirgan fikrlari uchun tashakkur. Yana yangi mavzular bahsida ko'rishguncha o'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Salomat bo'ling. Hammaga rahmat. Salomat bo'ling.